Hurmatli Saida Mirziyoyeva, menga boshqa chora qoldirishmadi. Men shunga Laringmi ochlik e'lon qilibdi. Ya'ni Galadovka deyiladi buni. O'tirib kelganlar yaxshi biladi o'zi. Aka, noto'g'ri ish qilibsiz. Har qanaqa balo kelgan bo'lishidan qat'iy nazar, oilangizga kelganmi, shahringizga kelganmi, qanaqa balo bo'lishidan qat'iy nazar organizmingizdagi har bitta narsa omonat qilib beriladi-da. Sizni hozir bitta miyangizni deb hamma organizmingiz qiynalyapti. Oshqozon qiynaladi, pochka qiynaladi, jigar qiynaladi, yurak qiynaladi. Men shu odamni qo'ni qo'shnilari shu videoni ko'rsa chiqib bolgarka bilanmi, svarka bilanmi yechib tashlaylar. Endi qiynaladi bu odam baribir. Chunki bolgarka ishlaganda ham yuzga tegadi. Bekor qilibsiz-da, bu yoshlarga o'rnak bo'lishingiz kerak. Asli yoshingiz sal kattaroq ekan. Endi hozirgi yoshlarda o'zini o'ldirish ko'p edi. Endi bunaqa yo'lda ham o'rganar ekanda, bu yomon illat, juda yomon illat. Bu maza qilib yashash kerak-da, kerak bo'lsa mana shu issiqdi kunida dam olmasdan ishlab yuribmiz. Aksariyatlarimiz tog'larda dam olmayapmiz. O'sha uchun ham javob beramiz biz. Vaqtida dam olish kerak-da, mazza qilib tog'larda chiqib bekorga bir yilda bir otpuska berilmaydi. O'sha bir yilda bir mazza bir oy dam olish kerak odam. Tepalarga chiqish kerak toza havodan. Bu yurakni ham qiynab qo'yibsiz-da. Onangizga rahmim keldi to'g'risi aka. Onani oldida bunday qilib o'tirmaydi-ku odam. Naborot qancha muammo problemalari bo'lsa ham shunday tashqarida qoldirib, onani oldiga kelib eng zo'r odam menman, hozirgi kunda eng badavlat odamman deyish kerak emasmi? Sochingizni qarang, oq ekan, soqollaringiz oq tushibdi. Tezda qo'ni qo'shnilari bu odamni asir tushib qolibdi bu odam. Bo'shatib yuboringlar, mazza qilib yashasin.